Hammaga assalomu alaykum. Mana hozir Mercedes 211 motor 3.2 sostoyaniysi zo'r sostoyaniya. Bamper kraska bo'lgan, toshchalar uchgan faqat. Ana bergan toshchalar uchgan, bamper kraska bo'lgan faqat. Urilmagan, ana beri bitta pitnosi bor ekan. Mana shu yerda pitno bor. Tak mo'shin urilmagan. Chotki sostoyani zo'r sostoyanida turibdi. Mana o'zlarining ham mashinalari bor. Bu mashinada yurarlar. Buni sotaman deyaptilar. Mercedes sostoyanisi zo'r, balonlari yangi. Diskalar 17. Yangi balonlar qo'yganlar. Sostoyanisi ham zo'r, mashina ham sostoyanisi ideal. Yurgani 300 mingdan sal ko'proq. Lekin sostoyani как будто bir 50 ming yurganday. Вообще четкий состояние turibdi moshincha. Motori, bomba, salon, koja, avtomat коробка, klimat-kontrol, kruiz-kontrol qilib полный farsh, faqat bitta lyuk yo'q. Mana sostoyanisini ko'rishlaringiz mumkin. Kojalari, mana bu yerlari обычно dabdala bo'ladi. Mana bu sostoyanisi yaxshi. Mana bu yerda salon joyi bor, yo'rilgan. Mana bu yerda. Ana sher bilan sherni qilsa, ana sherni. Endi bu по-моему buni almashtiriladi. Tamom. Qolgan joylari chotki, kojalari biron joyi yirtilmagan, qirilmagan. Sostoyani ana sideniyalar. Orqaroq qilay. Ana. Sostoyani mashinchani ko'rishingiz mumkin. Mana hozir bitta yoqib ko'rsataman. Burada choklari. Beri, burada da yok bu. Avtomat коробка. Moshincha, klimat-kontrol, двухзонный. Kruiz-kontrol ham bor. Shu qilib dальний дорогага, uzoq yo'llarga kruizni shunday yoqasiz. Mashina o'zi uchib borib adresga yetkazadi. Bu mashincha ana. Sostoyanini qarang. Chotki sostoyan turibdi, biron joyi yo'rilmagan. Bular plasmas emas, обычно bo'ladi, haqiqiy. Derivyani bo'ladi, taxta laq qilingan. Sostoyanisi zo'r, lekin mashincha. Orqa eshikni ham ko'rsataman. Orqa eshikni ochamiz ana. Holatini ko'ring mashinchani. Ko'rsan, sostoyanisini ko'ring. Vaqiq